Tunlar uyqudoran bilmaydi. Nega bu sevgi buncha qiynaydi? Yostig'ini quchatilmay yig'laydi. Aldana bir qiz yig'laydi. Tunlar uyqudoran bilmaydi. Nega bu sevgi buncha qiynaydi? Yostig'ini quchatilmay yig'laydi. Aldana bir qiz yig'laydi. Hozir. Ana. Kiring. Voy kirsizchi. Men baribir bir o'zim yashayman. Ota-onam chet elda yashashadi. Kiravering. Sizga ishonmasam olib kelarmidim uyimga? Ha, bu yerda oshxona, bu yerda esa yotoqxona. Xo'sh. Bu yerda esa mehmonxona. Qani kiring, kiravering. Hozir o'zim sizga chiroyli qilib ovqat qilib beraman. Men ovqatni shunday pishirib beraman. Aldana bir qiz yig'laydi. Xotira qalbini tirnaydi. Sevgini tilmay qarg'aydi. Sevmaydi, endi hech kimni sevmaydi. Aldana bir qiz yig'laydi. Xotira qalbini tirnaydi. Sevgini tinmay qarg'aydi. Sevmaydi, endi hech kimni sevmaydi. Bering. Mana sizga. Hey, yaramas. Endi o'zingizdan ko'ring. Mana sizga. Shoshma. Ochma. Nega? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Haligi pizza. Assalomu alaykum. Pizza buyurtiruvmi deylar? Mana buyurtmangiz. Mana bu yerga qo'l qo'yib yuboring. Yoqimli ishtaqa. Rahmat. Vaqtini buzgan yolg'on oshiqdan kuygan. Tun kecha ishqida qiynala zardoblar yutgan. Qizgina yig'lar, yulduzlar unsiz yig'lar. Jor bola osmonlar yig'lar. Qizgina dardini hech kim bilmaydi. Aldana bir qiz yig'laydi. Menga bir fikr keldi. Bosh. Farzand ko'rsa nima deysiz? Mayli. Agar o'g'il bola bo'lsa, ismini Azamat qo'yamiz. Sizga o'xshab yaxshi inson bo'lsin. Siz yaxshi insonsiz-ku, to'g'rimi? Xo'sh, tabriklayman. Yaqin
rivojlanyapti. Umumiy holati joyida. Homilangiz 3 haftalik bo'libdi. Kelasi oy shifokoringiz bilan maslahatlashib, yana ko'rikka kelasiz. Rasmini chiqarib bera olasizmi? Xo'jayinimga ko'rsatmoqchi edim. Ha, albatta. Chiqarib beraman hozir. Aldana bir kız yig'laydi Xotira qalbini tirnaydi Sevgini tilmay qarg'aydi Sevmaydi Endi hech kimni sevmaydi Aldana bir kız yig'laydi Xotira qalbini tirnaydi Sevgini tinmay qarg'aydi Sevmaydi Endi hech kimni sevmaydi